Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Minecraft va bugungi videomizda Skyblock kartasida o'ynaymiz. Let's go. Qani, mana paydo bo'lyapmiz. Zagruzka qilyapti. Xo'sh. Ana. Xo'sh, kech bo'tyapti ekan bu yerda. Tak. Yana ikkita yetadi. Davay. Maxluqlar paydo bo'lmasdan birov uyga kirib uxlab olish kerak. Ana. Давай. Hop. Yetmay qoldi. Davay, kech bo'ldi. Ikkita. Как раз shu yetar ekan. Davay. Qani, hop. Bosh kerak. Xo'sh, qani. Bu yoqqa yana kerak ekan. Yana. Davay, kechqurun tushyapti. Maxluqlar keladi, piliq qiladi. Xo'sh. Hoppa. Uzr do'stlar, biroz bu qotyapti o'yin. Do'stlar, Instagramdagi kanalimga ham obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar va Telegramdagi kanalimga ham bu modni tashlab qo'yganman. Bemalol kirib o'ynashinglar mumkin. Xo'sh. Hop mana. Xo'sh, birinchi o'rinda hop yapamiz. Biroz qotyapti o'yin. Telefonda o'ynayapman hozircha endi. Qani aka, turinchi o'rningizdan. Kattalarga joy berish kerak-ya. Qani, bu yoqda nima bor ekan? Ovqat. Yana bu kerak bo'lib qolishi mumkin. Qotayotgani uchun uzr so'raymiz yana. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va biz o'yinda davom etamiz. Bu amaki nima qiladi ekan? Xo'sh, bu kartlar nimaga kerak? Keyin ko'ramiz. Xo'sh. Hop. Qani? Portalda dadasi. Hop. Tushib ketmaslikka joy qilamiz. Ana, bu yoqga kerak emas. Xo'sh, endi bu yoqda sandiqdagi narsalarni olib kelib olish kerak. Tuya cho'milyapti ekan. Cho'milar. Qani? Yig'amiz. Hammasini shipiramiz. Bu kerak emas edi, kerak. Yana olg'a tuya cho'milib bo'lgan shekilli. Cho'milib bo'pti ana. Bu yoqda. Hop. Portalni yoqib ko'ramiz. Portal hop. Bo'ldi. Hozircha portalga kirish uchun oldin kuchayish kerak. Xo'sh. Endi bu yoqqa borib ko'ramiz. Lekin oldin mana qishloqni bir poplaylikchi. O'zim tushib ketishim misol qoldi. Uzr do'stlar, biroz tomog'im og'riyapti, o'shanga sal. Ana qaraq. Bu birinchi video do'stlar. Xudo xolasa birinchi video. Endi shorts videolarni ham ko'rishinglarni tavsiya qilaman, yerda ham. Normal nimasi videolar endi chirasa bo'ladi. Ana. Birinchi chekka kirish kerak ekan o'zi.
Xo'sh. Bu yoqqa emas. Bu nima? Tushunmadim. Ana amaki qo'ygan shekilli. Biroz taxta olish kerak. Qani. Davay. Hop. Ko'proq olaveramiz. Ovozini biroz ko'tarsak, do'stlar. Xo'sh. Bu yoqda narsalarni yasab olamiz. Xo'sh. Cho'p yasaymiz. Mana bu yerda temir ko'rgandim hali. Ana turibdi. Temirni qazib olishga birinchi o'rinda toshli kirka kerakligi esimdan chiqibdi. Aytgancha o'zim temir olgandim aytgancha. Tepaga chiqish kerak. Mana temir. Qani temir? Past ekan. Xo'sh, qani hop. Ana. Xo'sh. Ana. Bu yoqdan qilsakchi. Ana. Toshning ortiqchasi bo'lmaydi. Bu yoqda do'stlar zonalar juda ham ko'p ekan. Shu sababli bu videoni ikki qismga bo'lamiz. Bu birinchi qism bo'ladi. Hozir 7:50-soniya va xo'sh. Qani bu karta shekilli. Ana. Okey. Endi olamiz demak. Shu tarafda. Ana aytyapman do'stlar, zonalar vobshe ko'p. Shu sababli bu videoni ikki qismga bo'lamiz. Bu boya aytganimdek birinchi qism. Biroz tezlashtirsak-da do'stlar. Ana. Bu yoqni. Ana. Birozgina keyin olamiz. Kiydir. Ana. O'q. Qo'yib qo'yamiz. Xo'sh. Endi nimani olish kerak? Qayerdan kelib qoldi bu? Qani tushaylikchi, ishlatib ko'ramiz. Mana shu to'g'ida ishlatamiz. Ana. Zo'r narsa ekan, bir martalik ekan. Bilganimda ishlatmas edim. Qani hop. Toshmi, biror nima yo'qmidi? Xo'sh. Taxtani olamiz. Bu yoqqa qurib boramiz. Xo'sh. Mana. Ana. Bo'ldi. Ana.
Yerga barcha daraxtlarni chopib ketamiz. Birinchi verstak u yoqda qolib ketgani uchun verstak yasab olamiz. Hop. Biroz o'yin qotgani uchun tezlashtirdim do'stlar. Hop. U yog'iga daraxtlarni chopib olishni ko'ramiz. Qani IQ nechi ekan? Mana bu eriguncha ana kecham tushyapti. Qorong'ida o'lib ketaman. Shu sababli erigunicha mana ularni tashlab yuboramiz. Keraksizlarini. Bu ham kerak emas. Nima bo'ldi hozir? Kerak bo'ladi u hali. Olmos bilan nima qiladi bu? Uxlab olish kerak, kech tushyapti. Qoch. Amakka uncha joyimga o'tib olasiz siz. Jonga ham tiyordingiz. Menimcha temirni eritib bo'lgan. Aniq. Qani, hop, mana. Eritib bo'pti. Endi esdan chiqibdi. Cho'p yasash kerak. Hop. Bolta. Kirka emas, bolta. Ana, olmos kerak emas buni. Bu ham. Bularni joylashtiramiz. Keyin esa o'qlarni o'sha yoqqa joylaymiz. Endi daraxtlarni chopamiz. Bu birinchi video bo'lgani uchun biroz hayajon bor do'stlar. Shu sababli ozgina qo'llab-quvvatlay borasizlar. Iltimos, like bosib kanalga obuna bo'linglar. Endi yana 12 tami obunachi bo'ldik. Ularni ham o'zim topganman do'stlar. O'rtog'imnikidan obuna bo'lib, ayamnikidan obuna bo'lib, xullas shunaqa qilib obuna qilib qo'ydik. Ana yog'och tikoni bor ekan, u mana shu zo'r narsa ekan. Qachon vertarimga tushib qolyapti, esimdan chiqyapti. Ko'zim ilg'almay qolyapti mana shuni. Do'stlar, quvvat tugayapti deb o'ylagandim. Xo'sh. Bu zaryadga olganda chiqadigan tovush bu. Endi bunga e'tibor bermaysizlar. Qani, hop. Tushib ketmaslik kerak. Tushib ketsa hamma narsa pachava bo'ladi. Shuncha mehnat. Bir tinchirtin bo'ladi. Hop, bu yoqqa. Hali bor ekan. Bu yoqqa. Qani. Davay. Ha. Yog'och tugadi deb o'ylagandim. Bor ekan. Xo'sh, tepaga uchamiz. Tezlashamiz. Yetarli.
Xo'sh, unaqasiga emas-da endi. Boshqacharoq qilib ana. Daraxtni ham chopib olish biroz uzoq bo'lganda o'tkazaveramiz. Qani endi bu yoqqa tushib ko'ramiz. Nima bor ekan? Ana. Uni yo, qo'rqinchli ekan. Tushmayman men. Shu kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda yana tushamiz shu yerga. Adashib ketibman. Sal qolibdi-ya. Chopib tushamiz. Davay. Sekinroq. Bu yoqlar xavfli. Hop. Adashdik. Yo'q.